Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, yaxshi dam olyapsizlarmi? Dam olish kunlar qalay o'tyapti? Bizda ham qizg'in. Bugun dam olish kunlar qizg'in bo'lish uchun sizlarni ham bizning ilk ijodiy mahsulimiz Qora zarba film kanalimga qo'yildi. Samitxon Pictures YouTube kanalida. Silkasini qo'yaman video tagida. Xudo xolasa afsuslanmaysiz ketgan. Bu serial emas, uzundan uzun bo'ladigan bir qismli kino bu. Ko'rganlar ham bo'lishi mumkin. Men ham ancha yillardan keyin bu filmni qayta ko'rsam, ko'zlarimda yosh bilan ko'rdim. Buni oilaviy o'tirib ko'rsa ham bo'ladigan kino. Mana nima ko'ryapsizlar? Qanday ekan? Xullas, tushungandirsizlar. Bular majburlab o'tkazib bo'lmaydi. Meni hurmatimdan emas, kino yoqqandan ko'rishyapti. Bugun dam olish kinoda sizlar ham Qora zarba filmini ko'ringlar. Yaxshi dam olinglar.